Aziza, qachon dachaga chiqamiz? Yozam tugabatdi-ku. Hozir shuning uchun o'zim dachaga kelib, senga mastava qilishni o'rgataman. Yaxshilab o'rganval. Ominaxon, Radiojon, menga tez qarashvaring, mastavani qilaraylik. Aziza kunlaricha kech qolib ketamiz. biz ham har 5 soatda chaqnashtiramiz, qas temasin. Onajon boshida piknik chog'da boshladilar-da. Shundalar shu piknik chog'lar joyini to'g'ri kelmaydi. Aziza, xuddi shunaqa mayda ko'raysan, hamma narsalarni shunda mastava shunaqa chiroyli chiqadi. O'zi boshida sizni uyga kelib o'tishganda shunaqa to'g'ri olishimga ishonganmisiz o'zi? Bizdan qarashkana mana to'g'ri yurdim. Ishongan, men bilgandim, men kutgandim shu natijaga erishishni. Bilgandik. Senga tushib ketmasdan to'g'ri o'choqga ominaxon. Yo'q, bitta chekasiz. Oyijon yorib ketishlaridan oldin xudo xohlasa mastavani ham boshlaymiz. Yaqinda Omida shefga bittasi chiqarganmiz. Oyijon ishlari bo'yicha ovqat pishirilayotgan prям paytida bunaqa savorsa, ovqatingiz pishirilgan shakar bo'lib chiqargan. Sekin yo'lga chiqyapti. Mana shu yo'l chiqqan paytda o'zi suvimizni bratyollariga отправить qilamiz. Suv solishdan oldingi oxirgi ingrediyentimiz Dumba. Barakalla. Mana endi aqling. Bir amallab mastavamizni ham pishirib oldik. Ko'rinishi juda ham chiroyli, hidlari appetitli. Tayyorlab ichib ko'rsanglar, o'zinglar ham amin bo'lasizlar. Buni shirin chiqqaniga. Bochkani mastavasi u bu deydi. Mana shu mastavani retseptini bilib olsanglar, uylarda basseyn bo'lsa, bochkada mastava ichganini bo'laverasizlar. Fix.